O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Eng og'ir gunoh. Kuz kirganini qishloq bolasining qo'lidan bilsa bo'ladi. Yong'oq hali paqqa bo'lib ajralmasdan turib, daraxtga tarmashib ketamiz. Xom yong'oqning po'stini tozalash oson emas. G'adir-g'udir g'isht topib ishqalayverasiz. Oxiri sap-sariq yong'oq ajralib chiqadi. Ammo qo'lingiz ham xina qo'ygandek sarg'ayib ketadi. Loy bilan ming marta ishqalab yuvsangiz ham foydasi yo'q. Pishmagan yong'oqning bitta yaxshi tomoni bor, og'ir bo'ladi. Uchi bilan dum tomonini yaxshilab ishqalab yog'lasangiz zoldirdek sip-silliq soqqaga aylanadi. Ana undan keyin soqqa quvor o'ynayverasiz. Soqqa qancha kichkina bo'lsa shuncha yaxshi. Manaman degan yong'oqqa qars etib uriladi-yu, o'zini uncha-muncha yong'oq tegmaydi. Tuproq orasiga yashirinib yotaveradi. O'yin-ku o'z yo'liga. Yong'oqning yana bitta afzalligi bor. Qorinni to'q tutadi. To'rttasini yeb olsangiz yarim kun kekirib yurasiz. Endi o'ylab qarasam, o'sha urush endi tugab, og'irchilikning zahri ketmagan, yillarda yaxshiyam meva-cheva bo'lgan ekan. Odamlarning joniga shu oro kirgan ekanda. Erta ko'klamda sumalak, ketidan ismaloq, keyin qarabsizki tut pishadi. Ermon buvaning tuti. Mayiz deysizmi, shinni deysizmi, hammasi tutdan bo'ladi. Bundan keyin olma, uzum, kuzdan yong'oq. Ham ovqat, ham o'yin. Bir kuni Xo'ja, Toy, Vali to'rtovlashib rosa soqqa quvor o'ynadik. Jimitdekkina soqqam bilan bir do'ppi yong'oq yutib oldim. O'yinga jo'raboshimiz ham aralashgan edi. U ham bir cho'ntak yong'oqdan ayrildi. Kechqurun og'zim qulog'imga yetgudek bo'lib, bir do'ppi yong'oq ko'tarib keldim. Qarasam, oshxona tomondan gup-gup etgan tovush kelyapti. Oyim og'irdan talqon qilyapti. Nima uchundir onam tez-tez talqon qilardi. Sababini keyin tushunganman. Non ko'pligi uchun emas, kamligi uchun talqon qilisharkan. Talqon to'yimli bo'ladi. 2 qoshiq yeb, ustidan olma choy ichsangiz darrov nafsingiz qonadi. Yong'oqni ko'tarib oshxonaga kirdim va do'ppimni uzatdim. Qayoqdan olding? Dedi onam ko'zimga tikilib. Yutdim, mang talqonga soling. Bilaman, yong'oqli talqonning ta'mi boshqacha bo'ladi. Yog' mazasi kelib turadi. Onam do'ppi to'la yong'oqni qo'limdan olib yelkamga qoqdi. Bor, sabr qilib tur. Hozir yong'oq talqon qilib beraman. Supadagi xontaxta oldiga borib o'tirdim. Dasturxondan to'ntarib qo'yilgan 2 ta piyola bilan choynakdan bo'lak narsa yo'q edi. Zum o'tmay oyim boyagi tovoqda talqon ko'tarib keldi. Bir qoshiq talqon yeyishim bilan to'satdan soqqam esimga tushib qoldi. U cho'ntagimni qarayman, yo'q. Bu cho'ntagimni qarayman, yo'q. Nima bo'ldi? Dedi oyim tipirchilayotganini ko'rib. Soqqam qani? Qanaqa soqqa? Yutadigan soqqam. Birdan ko'nglimdan g'ulg'ula tushdi. Oyim soqqamni ham qo'shib chaqib qo'ygan bo'lsa-ya, og'zimda talqon bilan oshxonaga yugurdim. Bir chekkada yarimta g'isht yonida tesha yotibdi. Po'choqlar orasidan titkilab yutadigan soqqamning yaltiroq po'chog'ini topdim. Alamimdan chinqirab yubordim. Soqqamni nima qilib qo'ydingiz? Supa tomondan onamning ovozi keldi. Nima bo'pti? Nima qildingiz dedim alam bilan. Soqqamni nima qilib qo'ydingiz? Oyim sekin tepamga keldi. Mana dedim po'choqni ko'rsatib. Soqqamni chaqib qo'yibsiz-ku. Onam negadir kuldi. Qayoqdan bilibman? Qo'y bolam, akang boshqasini topib berar. Oyimning kulishi battar alam qildi. Kerakmas dedim oyog'imni tipirlatib. Yutadigan soqqam edi. Oyim boshimni siladi. Bilmabman-da o'g'lim, o'zing do'ppisi bilan berding-ku. Yur, choyingni ich. U qo'limdan tutib yana supaga olib chiqdi. Oldimga talqonni tovoqni surib qo'ydi. O'tir, ovqatlanib ol. Qorning ochib ketdi-ku. Tovoqni nar surdim, yemayman. Oyim tovoqni yana men tomonga surdi. Ol, bolam shirin bo'pti. Kerakmas. Tovoqni qo'lim bilan bir urgan edim. Uchib avval supaga, undan yerga tushdi. Talqon yer bilan bitta bo'lib sochildi-da tuproqqa qorishib ketdi. Birdan oyimning ko'zida g'azab chaqnadi. Shapalog'ini yozib quloq chakkamga yaqin keltirdi. Qo'rquvdan ko'zimni yumib oldim. Yo'q, urmadi. Biroq labi titrab pichirladi. Non-ku bu, ahmoq, gunoh bo'ladi-ku. U sekin yerga tushdi. Sochilgan talqonni kafti bilan sidirgan edi. Tuproq aralashib chiqdi. Onam boshini ko'tarib menga qaradi. Ko'zlarida alam, ta'na bor edi. Bir pasdan keyin opam, akalarim dasturxon atrofiga yig'ilishdi. Har biriga yarim qoshiqdan talqon yo tegdi, yo tegmadi. Keyin dadam keldi. Oyim oshxonadan bo'g'it chiqib turgan bir lagan lavlagi ko'tarib chiqdi.
Lavlagi shirin narsa-yu, har kuni yegandan keyin jonga tegadi. Baribir non emas. Talqon qilmadingmi? Dedi dadam bir bo'lak lavlagini puflab yer ekan. Qo'rquv ichida oyimga qaradim. Qildim. Dedi u sekin. Qolmadimi? Og'ir o'lgur ag'darilib ketdi. Dedi onam aybdor ohangda. Nima? To'kilib ketdi. Dedi oyim boshini quyi solib. Padaringga la'nat. Dedi dadam sekin ammo tahlika ohangda. Katta xotin, uvol qilishdan qo'rqmadingmi? Bilib qo'y, non ko'r qiladi seni. U shaxt bilan o'rnidan turdi-da, bir hatlab supadan tushdi. Tez yurib ko'chaga chiqib ketdi. Men oyimga qaradim. U bo'lsa hamon bosh ko'tarmay o'tirar. Ko'zlarida iztirob bor edi.